Assalomu alaykum. Bugungi videomizda on-grid invertorlar haqida gaplashamiz. Bulardan eng yaxshilaridan biri Sangro hisoblanadi. Bunga sabab uning KPD'si, ya'ni quyoshdan kelayotgan energiyani olib berishi 98.8% hisoblanadi. Qolgan o'zida konkurensiya qiladigan brendlarga nisbatan ozroq baland hisoblanadi. Bundan tashqari, mana korobkasini ochganimizda uni texnik instruksiyasi, qanday o'rnatish kerak, nimalarga e'tibor berish kerak, mana hammasi ko'rsatilgan. Instrumentlar, qanchalik kabel, hammasi yozib ko'rsatilgan. Modemi, ya'ni Wi-Fi modemi invertor bilan invertorga bog'lanib ma'lumotlar jo'natish uchun, kerak bo'lsa quyosh panellarini ulash uchun o'zini konnektorlari, devorga mahkamlanish uchun boltlari, mana metal konstruksiyasi, mana Wi-Fi routeri. Endi ochamiz. Bu Sangro invertor hisoblanadi. Invertorlarda ko'pincha qanday bo'ladi, nima bo'ladi deb ko'pchilik so'rashadi. Mana bu yerda yozib qo'yilgan, mana PV1 va PV2 degani bu yerda ikkita MPPT kontrolleri bor degani. Ya'ni siz ikkita blok qilib turib panellarda ulashingiz mumkin. Masalan, 18 tadan yo 6 tadan qilib bitta bunga ulaysiz, yana xuddi shunday 18 ta 6 tadan qilib ikkinchisiga ulaysiz. O'chirib yoqish uskunasi, bu yerda ma'lumotlar tarqatish uchun, bu yerda esa elektr energiyani ulash uchun zazimleniya va fazalar kirish joyi. Shunday radiatorga ega bo'lganligi esa buni -25 gradusdan 60 gradusgacha, ya'ni bizni kakras issiq joylarimizda ham, tomga qo'yganimizda ham ishlay olishini ko'rsatib beradi. Va ma'lumotlar olish uchun QR kod, bu orqali siz saytga kirib, ularni o'rnatish yoki texnik xarakteristikalarni olishingiz va bu yerda ko'rishingiz ham mumkin. Masalan, birinchi ko'rsatkichlari ko'pchilik qanday o'ylayman, nima deb so'raydi. Mana bu VDC Max degani bu maksimal kuchlanishda panellarda olib kelish mumkin bo'lgan kuchlanishi. Ikkinchisi VDC MPP, ya'ni bu MPPT kontroller dedik, mana kontrollerga kiradigan kuchlanish darajasi, ya'ni eng pasti 40 voltdan kam bo'lmasligi kerak, eng balati 560 voltdan baland bo'lmasligi kerak. Bu esa IDC Max degani maksimalni 32 amperdan ko'p quvvat ulash mumkin emas. Bu invertorda qo'yganingizdan keyin 32 amperlik saqlagich yoki bo'lmasam 25 amperlik saqlagich qo'yishingiz kerak. Panellardan keladigan tok, ya'ni 20 amperdan 40 amper oladi. Ya'ni bu MPPT'si 20 amper, bunisi esa 20 amper. Endi Sangro invertorda yana bitta menga eng yoqqan tarafi, bunda 3 dona filtri bor. Birinchi filtr PV, ya'ni panel tarafdan kirish, ya'ni DC filtri bor. Agarda siz to'g'ri yerlatgan bo'lsangiz invertorda o'zini o'zi himoya qila oladi. Ikkinchisi esa AC tarafda 2 dona filtri bor. Birinchisi chastotani to'g'rilash bo'lsa, ikkinchisi esa o'sha yerga kirayotgan kosinus pini quvvatini o'zgartirmaslik yoki bo'lmasam bu bir fazalik bo'lsa, 3 fazalik bo'lsa, fazalarda bir-biridan farqi ko'tarilib ketmasligini filtrlab to'g'rilab beradi. Bu sizga sifatli elektr energiya ishlab chiqarishi va kelayotgan tokni o'ziga moslab, pastki va yuqori pog'onasida moslovchanligi juda yuqori. Shuning uchun buni ancha ishlashi uzoq yil hisoblanadi. Masalan, Huawei 5 va 10 yil kafolat bersa invertorga, bu ham zavodning o'zi 10 yil kafolat beradi. Bu esa uncha-muncha zavod bera olmaydigan kafolat hisoblanadi. Agar sizga kerak bo'ladigan bo'lsa, past, o'rta va premium segmentdagi invertorlarni tavsiya qilishimiz mumkin. Bundan tashqari, agarda sizda savollar bo'ladigan bo'lsa, siz o'zi necha kilovatlik panel qo'ymoqchisiz va unga qanday invertor tanlamoqchisiz, yo bo'lmasam sizda invertor bor, qanday panel tanlamoqchisiz, shunga o'xshash savollar bo'lsa direktga yozsangiz, biz javob berishga harakat qilamiz va sizga hatto narxi bilan men chiqazib, siz uchun qulay bo'lgan sharoitlarni ham aytib o'tishimiz mumkin. Kelasi videolarda ko'rishguncha xayr. Agarda savollar bo'lsa, yozib qoldirishingiz mumkin. Baholi qudrat javob beramiz. Xayr, salomat bo'linglar.